Biz ham o'zimizni proyekt yaxshi qilib eventga 2 kishi tushyapmiz. Biz joyimizga qaytadan ko'rsatib berishdi hozir. Menga qaysidir kallasi katta ahmoq men sherim bilan ochmoqchi. Men to'xtab tur deb sekin o'zim ham qo'ya qoldim. Qo'lim qaltirab zo'rg'otdim o'zi ham böyle. O'zi asli hammasi shu yerdan boshlanadi. Biz bilan bitta botga 2 kishi yugurdik. O botda o'tishga otdi 2 kishi talashib tortishib, keyin kelib boshimizga konteyner o'rab qo'yishdi. Qaysidir ko'tiqchiga ko'tara gemeri bor, mayda pompa bo'pti. U pompada men do'sh qilmagan sen do'sh qildim deb turib sekin otib tashardim. Mana bu yerda qaysidir botdan tarqagan lobbisini sog'inib qolgan ekan. Sekin orqasidan jo'natib berishdi bari. Keyin men ham nima bo'lsa bo'ldi, ashbiratni qasosini olaman deb sekin tepaga chiqdim. Aşağıdan izlayapman, yo'q. Keyin sekin bunda ko'chaga chiqib turib qaytib kirsam, brat tosh orqasidan salom yo'llayaptilar. Akani boshlariga sekin metga qo'yib qo'ydim. O Helios chaqirsa ham foydasi yo'q ekanda keyin. Turaverar ekanlar tosh orqasida. Men ozgina chalsam bo'ldi-da. Aka sekin buchga o'tibdilar. Men ham sekin akani kaskaderga 2 o'q kiliylab qo'ydim. Bunaqa o'tishdan kaskaderni ichib, miyalarga premyera berdik. Biz o'rnimizga qaydandir kallasi katta drop chiqib ishtiyoqlar bilan. Oxiri qo'lim qaltirab zo'rg'a otib oldim. Biz bemalol bitga ishlayman. Butun liftga bola kutgan ish bo'ldi. Meni qiz bola sherigim bilan to'n qaytirishdi. Mana bu yerda zo'rg'a o'tayotgan paytim personajim anjumanaga o'tib oldi. Aka bilan muloqot paytimiz mana bashara u Viktor ko'piyasi to'n qaytirib lobbiyimga jo'natib yubordi.